Qattasa? Ofisda tegida? Bo'ldi, ketib turgan, hozir boraman. Xo'p. Ey, Ahror. Nima qilding, Maras? Tinchlikmi, Ahror? Nima bo'ldi senga? O'zingni bilmaganga olma. Sen jinni bo'lib qoldingmi? Nomard ekansan. Odamga o'xshab gaplashamizmi, yo'qmi? Nimaga shartnomani bekor qilding? Haqiqatni bilmoqchimisan? Ha, bilmoqchiman. Yur. Ketdik. Yura boramiz. Ey, men qara. Nimani isbotlamoqchisan menga? Ichkariga kirsang o'zing tushunib olasan. Siz? Kim bular? Mana shu opa sabab mashinniklarni bir hiylasidan qutulib qoldik. Tushunmadim. Aziz yangi hamkorlaringizni ko'rdim. Siz ularni yaxshi taniysizmi? Yo'q, lekin yaqinda katta ish qilishni reja qilib turibmiz. Biz o'tgan oy ular bilan sudlashgandik. Ular firibgarlikda ayblanishgan. Tushunmadim. Siz ofisga o'ting, men sizga hammasini batafsil tushuntirib beraman. Bo'lishi mumkin emas. Siz hamkorim deyotgan shaxs aslida firibgar. Shartnomani ko'zdan kechirganimizda 5, 7 va 9 bandlarida sizning firmangizni bankrot qilish darajasiga olib keladigan shartnoma shartlarini aniqladik. Agar bu shartnomani sizlar imzolaganlaringizda, sizlar balkim jinoiy javobgarlikka ham tortilishlaringiz mumkin. Qanaqasiga? Masalaga ko'rsatib qo'yaman aldash. Ahror. Kerak emas. Seni noto'g'ri ayblab qo'yganimchi? Xuddi oldin aybingni tan olgandek gapaman.